bu narxga bunaqa avtomobilni bunaqa xarakteristikalar bilan topa olmaysiz. Yukxonada elektroprivod bor, baraka topkurlar. Orqada hech narsa yo'q, hech vaqo yo'q. Bolalar hozirdan komfortga o'rganish kerak emas degan falsafa bilan yashaymiz. Tormoz kuchiga ozgina pretenziyalarim bor. Simda osilib yotadigan qopqochalar yo'q. Qattiq plastik, yumshoq plastik. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana tan berdim mana tozasidan. Plus kamera bu yerda, stereo kamera tepada, bu yerda lidar yo'q. Qaysi vijdon bilan 8,5 litr ko'p rasxod deyapman. Spark avtomobili ham kamida 8 litr benzin sarf qiladi-ku. Agar mexanika bo'lsa, spinka yo'q, sozlanmaydi. Menimcha hozir sozlab ko'ramiz. Yo'q. Agar buni narxini eshitsanglar, umuman tan beraverasizlar. Avtomobil siz eslab qolishingiz kerak bo'lgan raqam 603. Chunki bu mashina aynan 603. Yo'q, Mercedes-Benz AMG 603 emas. Bizada 100 kilometrga atiga 603 litr benzin sarf qiladigan crossover Forging Friday. Nimaga 603, nimaga asoslanib gapiryapsan deysizlar, mana ko'ringlar tabloyimni. 100 kilometrga 603 litr benzin sarf qiladi deb ko'rsatib qo'yibdi. Sababi juda ham oddiy. Bu gibrid avtomobil. Texnik parametrlarga to'xtaladigan bo'lsak, kapot ostida 1,5 litrli dvigatel turibdi. Ichki yonish dvigateli umumiy hisobda 160 ot kuchiga ega bo'lgan gibrid avtomobilda elektromotor bilan juftlikda avtomobilimizni olg'a suradi va buning uchun u atiga 603 litr benzin sarf qiladi. Agar batareyani men zaryadga qilmayman. Bu yerda 32 kilovatli batareya bor. O'shani men zaryadga qilmayman. Faqat benzinda yuraman desanglar shunaqa rasxod bo'ladi. Agar yo'q, men batareyani zaryadga qilib yuraman desanglar, unda sizlarda 245 kilometrgacha faqatgina elektr chagada, ya'ni elektr quvvatida harakatlanish imkoniyati bor. Shaharda bundan qulay avtomobil topish mumkinmi? Agar buni narxini eshitsanglar, umuman tan beraverasizlar. Avtomobil misol tariqasida sizlar solishtirishingiz uchun BYD Yuanyap bilan BYD Song avtomobillarini o'rtasida hajmi bo'yicha yoki menda qora avtomobil bo'lgani uchun BYD Songdan ozgina kichkinaroq ko'rindimi, lekin BYD Yuanyapdan, ya'ni ixcham crossoverlardan kattaroqligi va avtomobilda bemalol joylashib ketish mumkinligi menimcha juda ham zo'r narsa va bu narxga bunaqa avtomobilni bunaqa xarakteristikalar bilan topa olmaysiz. Test drive'ga asoslanib bemalol etishim mumkin. Men bu avtomobilni bir hafta davomida boshqardim. Birinchi 3 kunida bitta quvvatlashdagi batareya menga yetib berdi. Keyin quvvatlashdan erindim. Keyin benzinda yurib ko'ring nima bo'lar ekan dedim. Keyingi 4 kunni birinchi kunida 20 kilometrcha shahar ichida yurdim va undan keyin oila bola chaqamni olib tog'ga ketdim. Tog'da Deer Hill degan haligi oqulani, bug'ulani parki bor, bilasizmi? Ya'ni o'sha yoqqa yuqori nuqtaga chiqqanimda avtomobil 8,5 litr benzin sarf qildi o'rtacha 100 kilometr. Ya'ni o'shanda 98 kilometrmi masofa bosib o'tgan edim. Hozir video qilishim kerak. Qaranglar, 99,7 kilometr yurdim. Batareya 10% va undan past bo'ldi. Hozir tepadan tushib keldim. Deer Hilldan, agar bilsanglar shu joyi. Xullas, nimani ko'rsatmoqchiman? Sredniy расход toplива 8,2 litr. Maza qildim lekin boru. Hozir qaysi mashina? Даже mexanika Spark ham menimcha bunaqa yurmasa kerak. Hop, 8 litr yuradi mexanika Spark. Forging Friday ko'rayotganinglarda 8,2 litr. Endi tepalikka chiqqandan keyin ko'proq energiya sarf qiladi. Ko'proq energiya sarf qilgandan keyin batareyani to'ldirish uchun gibrid generator sifatida ishlaydigan ichki yonish dvigateli ko'proq benzin sarf qiladi, kattaroq oborotlarda ishlaydi. Ana o'sha yerda rasxod haqiqatda kattalashib ketdi. 8,5 litrga chiqib ketdi. Yani qaysi vijdon bilan 8,5 litr ko'p rasxod deyapman. Aslida Spark avtomobili ham kamida 8 litr benzin sarf qiladi-ku. Agar mexanika bo'lsa, to'g'ri, unga 92 qo'ysanglar bo'ladi. Bu avtomobilga ixtiyoriy ravishda 92 qo'yishingiz mumkin, lekin baribir 95 qo'yganingiz ma'qul. Va keyin shaharga o'sha Deer Hilldan tushib, bochkaga borib, ovqatlanib, qaytib kelganimda men guvoh bo'lgan narsa, taxminan 200 kilometr masofa yurganimizda rasxodimiz 7 litr edi.
yana ham aniq qilib aytadigan bo'lsam 7,1 litr. Bu aralash siklda, ya'ni 80-100 km/soat tezlikda avtomobilni haydab, bu endi albatta ko'proq energiya talab qiladigan rejim. Plus tepaga chiqib, yana qaytib kelib o'sha yo'lim bilan shaharda ham yurganimda, umumiy hisobda 200 km masofada menda rasxod 7,1 litr edi. Lekin kelib shaharda harakatlanishni boshlaganimdan keyin mana hozirgi kecha kunduzda yana 150 km taxminan shaharda yurganimda, umumiy hisobda 330 km masofani umuman batareyani quvvatlamasdan yurganimda rasxodim o'rtacha 6,3 litr. Men shunda ham vijdonga binoan ish qildim. Chunki 6,1 litr ko'rsatgan momentlari ham bo'ldi. Ya'ni probkalarda shoshmasdan sekin yurganimda rasxod shunaqangi past bo'ldi. Hozir umumiy hisobda 330 kilometrda 6,3 litr va men qo'rqmasdan bu ko'rsatkichni tekshirib aytayapman deb aytaolayman. Nimaga videoni test drive'dan boshladim? Chunki avtomobilni biz boshqaramiz. Tashqi ko'rinishi ham o'ziga yarasha o'ringa ega, balki birinchi o'rindadir kimgadir. Lekin shaxsan menga oxirgi paytda kundalik boshqarish uchun byudjet sinfidagi elektromobil va gibridlarni ko'rib chiqayotganimda eng muhim narsa aynan uni xarakteristikalari texnika bo'yicha va boshqaruv bo'yicha birinchi o'ringa chiqib olgan. Misol uchun, bugungi avtomobilimizda siz 3 ta rejim iqtisod qiladigan ekonom rejim, standart rejim va sport rejimini tanlashingiz mumkin. Xuddi shu o'rinda pedal ushileniyasini, ya'ni uni kuchini komfort, standart, sport rejimida ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari rekuperatsiyani o'zingiz boshqarishingiz mumkin, chunki bu haqiqiy elektromobil, uzaytirilgan masofaga ega bo'lgan, ya'ni generatorli gibrid elektromobil yoki plug-in hybrid. Bundan tashqari siz hatto rulni ham uni qattiq yumshoqligini boshqarishingiz mumkin. Sportga qo'ysangiz rul og'irroq bo'lib qoladi, komfortga qo'ysangiz yumshoqroq bo'lib qoladi. Bundan tashqari avtomobilda sizga kerakli bo'lgan assistentlar va yordamchi rejimlar hammasi bor. Bu gibrid avtomobilimizda hatto adaptiv cruise control ham bor. Bu narxda u bo'lishi kerak emas. Men hali ham sizni narx bilan qizdirishda davom etyapman. Hozir videomiz davomida narx aytaman, eshitib maza qilasiz. Agar yo'q, ichim yonib ketyapti, chidolmayapman desangiz, pastda videoni tavsifida kirib ko'rishingiz mumkin. Bu avtomobilni bizga lutfan Green Energy avtomobil savdosi bilan shug'ullanadigan uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan kompaniya taqdim etadi. Adashmasam 2020-2019-yildan beri Green Energy ushbu biznes turi bilan shug'ullanishadi va ular bilan uzoq yillardan beri hamkorlik qilib kelamiz. Shaxsan o'zim Voya Free avtomobilim bilan bir paytlar aynan ulardan o'zim xarid qilganman. Va ular endi Forzing brendini rasmiy O'zbekistondagi dilerlari va avtomobillar rasman kafolat muddati bilan, rasmiy servisi bilan, ehtiyot qismlari bilan savdo qilishyapti va siz bu avtomobilni qo'rqmay xarid qilishingiz mumkin. Videoni davomida narxga chidolmayotgan bo'lsangiz, o'sha tavsifga o'tib narxini ko'rishingiz va ko'rganingizdan keyin yana davom ettirishingiz mumkin videomizni ko'rish. Sababi juda ham oddiy, chunki narxni o'qiganingizdan keyin yana nimalari bor ekan deb dal shu ko'rishda davom ettirasiz. Yana bitta yaxshi tarafi podveska. Mashinaning podveskasi juda yaxshi zbalansirованный, ya'ni yumshoq, uncha-muncha notekisliklar, chuqurlar va boshqa yo'ldagi noxush vaziyatlarni men sezmadim. Bundan tashqari lejachi politseyskiy testimizda, ya'ni 20-30, ba'zida 40 km/soat tezlikda qilib o'tib ketadigan joylarda lejachi politseyskiylarda avtomobilni podveskasiga bo'lgan udar kuzovga o'tib ketmadi. Sababi juda ham oddiy. Bundan oldingi videomizda biz Forzing S7 modelini obzor qilgan edik. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, men yuqoriga podskaskaga ushbu videoni ssilkasini chiqarib qo'yaman. Bemalol borib bosib o'tib ko'rishingiz mumkin. Agar yo'q, menga sedan qiziq o'tsangiz, uni ham narxi zo'r. Uni narxi 24500. U juda ham mo'shni, juda ham chiroyli, zamonaviy Audi A7 ni analogi. Davom etamiz. Komfortli podveska menga juda ham yoqdi, lekin xuddi o'sha S7 deydiki avtomobilda shumoizolyatsiya yetishmaydi. Asosiy men sezgan momentlar bu dvigatelli оборотлari baland bo'lgan vaqtda ichki yonish dvigatelini shovqin baribir salonga kiryapti va g'ildirak arkalari ham qo'shimcha shumoizolyatsiyaga, shovqinsizlantirishga muhtoj. Bu ham ushbu sinfdagi avtomobil uchun normal holat. Hali tashqi ko'rinish ko'rganingizda, detalni razbor qilganimizda ko'rasizlar, baribir o'sha g'ildirak arkalari, boshqa joylarda shumoizolyatsiya yetishmaydi. Hop.
bu narsaga ko'z yumsa bo'ladimi? Tabiiyki bu narxga ko'z yumsa bo'ladi. Sababi juda ham oddiy. Qanaqadir qo'shimcha manipulyatsiyalar bilan siz o'zingizni arzonroqqa olgan avtomobilingizni funksiyalari ko'pligi bilan qanaqadir kompensatsiya qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Menimcha operatorimiz ham hatto zerikib qoldi mana nutqlarimdan. Xullas davom ettiramiz. Tormoz kuchi yetarlimi? Bu tormoz kuchiga ozgina pretenziyalarim bor. Kuzovi, og'irlik markazi salgina balandroq. Qattiqroq tormoz olgan paytingizda mashinani sal sho'ng'iyotganini sezishingiz mumkin. Balki bu sizga yoqmas, balki ko'nikib ketarsiz. Lekin bitta narsani aytishim mumkin. Avtotarmojeniya bor, ya'ni oldingizdagi avtomobil keskin to'xtab qolganda, agar siz bunga e'tibor bermay qolsangiz, mashina o'zi avtomat tarzda to'xtayapti. Bu narsani S7 da ham tekshirgandik, sedan variantida bu avtomobillar. Shunda ham menga bu narsa juda ham yoqdi, sababi juda ham oddiy. Chunki siz e'tiboringiz qochgan paytda bizning bugungi zamonaviy hayotimizda bu normal holat. Ko'pincha telefon qo'ylab qo'yamiz, mumkin bo'lmasa ham rulda boshqa qilamiz, alahsib qolamiz gap so'zga yoki obzor olishga. Menga o'shaqa momentlarda mashina avtotarmojeniyasi ishlaganda bir emas, bir necha marta sizni qutqaradi. Xuddi menga o'xshab demoqchiman. Zo'r qulaylik bu jismoniy tugmalarni bor bo'lishi. Ya'ni iqlim nazorat qilish tizimini boshqaryapsan, isib ketdi masalan, menga o'xshab 11 da o'tiribsan-da, konditsioner yoqmoqchisan. Lekin ruldasan, shaharda tirbandlik, trafik zich, e'tiboringni boshqa narsalarga alohida olmaysan, chunki bu yoqdan bu yoqqa qo'shiladiganlar kelyapti. Yo'l yopilgan hisobiga sen chapga chiqib ketishing kerak. Bunaqa paytda ko'rmasdan turib burab yuborsang, konditsionerni balon past qilsang zo'r. Ana o'sha yerda senga bu narsa foyda beradi. Mana o'shaning uchun ham men jismoniy tugmalarning saqlanib qolish tarafdoriman. Juda bo'lmaganda eng muhim narsalar iqlim nazorat qilish, mediani aytib ovozini balon past qilishga saqlanib qolish kerak deb hisoblayman jismoniy tugmalar. Deflektorlarga e'tibor beradigan bo'lsak, ularni o'chirib qo'yish funksiyasi atrofidagi mana shu uzukda aylanadi, lekin boshqaruvi mana bu masalan xohlagan tarafingga qaratib o'rasan. Telefoniga qaratib qo'yamiz operatorimizni, sovuqsin, qizib ketmasin syomka jarayonida. Menimcha juda ham qulay narsa. Avariya tugmasi ham bir qulay, alohida joylashtirilgan. Qidirib yurish kerak emas, ko'plab tugmalarning ichidan joyi aniq turibdi. Bemalol shu ikkita deflektor o'rtasidan topib bosib ola olasan, hech ko'zlaring shamg'alat bo'lib ko'rinmay qolsa ham. Media display razmeri xuddi o'sha so'ng pluslarniki deydi-ki, unaqa kichkinagina emas, narxiga yarasha deb arz qiladigan bo'lsak, menimcha yaxshigina razmerda, tabloyni ham razmeri yaxshi, ko'rsatkichlar aniq, siniy zub bo'lsa ham hammasi tarjimasi bor, ishlatayotgan funksiyalarimizni va sozlamalarni misol uchun uстановка подключения kiraylik. Bluetooth siniy zub deb tarjima qilib qo'ygan xitoyliklar. Eng oddiy, eng odmi, eng sodda bo'lsa ham perevod bor va ingliz tilini ham bilmaydiganlar uchun juda bo'lmasa mana rus tili bor. O'g'lim baxki mana tarjima qilib yubor deysa, bemalol mashinani sozlamalariga tushunib, undan foydalanish oson va qulay bo'lishi avval boshidan e'tiborga olingan va xuddi S7 deydiki, o'ylaymanki, bu yerda hatto o'sha manual bor-ku, avtomobildan foydalanish bo'yicha instruksiya kitobchasi. Hatto u ham S7 modelida rus tilida edi va juda ham qulay. Menimcha mashinaga bu faqat bahosini yana ko'tarib qo'yishimizga, plus qo'shishimizga sabab bo'ladi. Mana ko'rding? Ikkita chetdan ko'rib ketishing mumkin. Balonning atrofida nima bo'ldi? Tor joydan o'tayotganingda, parkovka paytida ko'rishing mumkin. Mana shu yerdan bittani qilganingda bokovoylarni taxlab qo'yishing mumkin. Pavorotni yoqqaningda avtomatim 360 gradusli kamera yoqilyapti. Sifati yomon emas, lekin men bu kameradan nimaga bunaqa tasvir kelayotganini bilmayman, chunki bundoq qilsang tasvir normal deydi, tushunsan? Ozgina tushunmadim, lekin sifatga ortiqcha pretenziya yo'q. Bu narxga sifat ideal gap bo'lishi mumkin emas. To'g'ri, 3D rejim yo'q. Mana bunaqasiga olib mashina atrofida nima bo'layotganini maket atrofida ko'ra olmaysan, lekin shunda ham sifatga menda ortiqcha pretenziya umuman yo'q. Da'vo qilmayman, menga super sifat bergin, chunki narx ham super sifat oladigan narx emas-da. Hop. Quvvat. Ko'rdinglarmi? Biz 6% yurimiz и 55% benzinimiz bor. Shu 400 millik benzinni men qachon quygan edim? Allaqachon quyganman. Buni yakshanba kuni quyganman. Quyganimdan keyin men yana yolg'on bo'lmasa
50 kilometr masofa bosib o'tdimiz. 400 minglik 95 shu bu yerdan quyilgan. Hali balki narxini ham ko'rsatamiz benzinni. Necha mingga necha litr quyganini va qancha borligini. Xo'p, test drayvimiz davomida yana nimalarni aytishimiz mumkin? O'rindiqlar qulay, meni joylashishim yaxshi. Qolganini menimcha stand-upda tashqarida gaplashamiz. Jumavoy, erkalab Jumavoy deyman. Buni tashqi ko'rinishiga necha baho berasizlar? 26500 dollarga tortyaptimi, yo'qmi? Ha, adashmadinglar. Bu mashina 26500 dollar turadi Green Energy'da. Tashqi ko'rinishga bitta baho beringlar. Kunduzgi harakatlanish chiroqlari Xitoy uchun an'anaviy tashqi ko'rinishga ega. Asosiy optika bamper qismiga ko'chirilgan. Ko'rayotganingizdek, radiator panjarasi, havo kiradigan qismlar va oldi qismida bizda quvvatlash porti bor. Quvvatlash portida simda osilib yotadigan qopqochalar yo'q. Hammasi oshuv-moshuvda chiroyli AC ham bor, DC ham bor. Ko'rayotganingizdek, nomer qotiradigan joylar ham hammasi joy-joyiga cho'tki tushgan, plus kamera bu yerda. Stereo kamera tepada, bu yerda lidar yo'q. Полоса удержания ham, adaptivniy kruiz kontrol ham lidar yordamida emas, balki stereo kamera yordamida. Xuddi Teslalardagi arzonroq, lekin xuddi shunaqa sifatli va yuqori samarador texnologiyada ishlaydi. Yon tarafiga o'tadigan bo'lsak, mashinani disklarimiz bu yerda ko'rayotganingizdek o'ziga xos dizaynga ega. Disklarimiz 19 dyuymli 235/55 R19 shinalarida. Menimcha avtomobillar razmerlar uchun yetarli. An'anaviy eshik ruchkalari, lekin bu yerda katta plus bizda keyless go borligi. Hozir kalit topolsizlar ko'rsataman. Salondan kalitni oldik. Kalit ham bejirim, yaxshi, yoqimli. O'zi narxini segmentidagi elementlar uchun juda ham yaxshi. Men ko'pincha kalitni cho'nchakdan chiqarishni yoqtirmayman, lekin mashinadan tushganimdan keyin bundoq qilsam mashina qulflanadi. Sensor bor eshikda, qo'limni soladigan bo'lsam ochiladi va hech qanaqa xatolasiz, hech qanaqa nima deydi, kamchiliklarsiz bemalol ishlayapti keyless go tizimi. Endi yukxonaga to'xtaladigan bo'lsa, 26500 dollarlik mashinada yukxonada elektroprivod bor. Baraka topkurlar. Muzika ulanib qolibdi-da o'zi. Hozir o'chiraman, 1 daqiqa. Bagajnikni ko'rsatib tur. Kстати, audio tizim juda ham yaxshi ishlayapti. Bu yerda ko'rayotganingizdek, mana oyoq kiyimim bor, qo'shimcha. Men krossovka jinsimi, ayniqsa Puma kompaniyasidan. Varre bor, bolalarim bilan tog'ga chiqqanimni isboti, boyi gaplarim yolg'on emasligi. Hop, Green Energy'ni nomer yopadiganlar bor. Yopib qo'yaylik. Voy. Hop, bundoq qilaylik. Video o'tganingda takoy Green Energy'ga kompliment bo'lib tursin. Tushib ketmaydi deb umid qilamiz. Bagajning hajmi katta, haqiqatda katta. Yuanyaptikidan aniq katta. So'nggi bilan bemalol solishtirsangiz bo'ladigan bagajning hajmi bor. O'rindiqlarni bemalol yotqizish imkoniyati bor. 60 ga 40 nisbatida spinka yotadi. Parda zavoddan bor, subwoofer bor. Men to'g'risini aytsam, o'zim ham ochib ortiqcha ko'laganim yo'q. Ko'rayotganingizdek, qo'shimcha narsa taxlaydigan joylar bor. Shinani remont qiladigan komplekt bor, 3 burchak bor, nimcha bor, kompressor bor. Mana bitta bizda akkumulyator bor ekan, akkumulyator orqada joylashgan ekan. Mana sizlarga yana bitta qulaylik. Bartavoy akkumulyator 12 voltli orqada joylashgan ekan. Bu ham juda katta plus, chunki mashina only quvvatsizlanib qoladi-ku. 32 kilovatli batareyamiz ham, 12 voltli batareyamiz ham quvvatsizlanib qoladi-yu. Ana o'sha momentda qanaqadir kombinatsiya bor. Menimcha 30 sekund mana bu knopkani ushlab tursanglar, bemalol yukxonani ochib yoki haligi qoldiq batareyadagi zapas ushlab turiladi. O'sha 12 voltga o'tadi. 12 volt sizga ochish imkoniyatini va pultdan avtomobilni ochib, 12 voltlikni quvvatlab, keyin avtomobilni zaryadkaga qo'yib, tiriltirib olish imkoniyatini beradi. Tushunyapsizlarmi? Kapotni ochish uchun eshikka yetib borishingiz shart emas. Yukxona ochasizlar, akkumulyatorni quvvatlaysizlar. Bu eski tekshirilgan yechim va yuqoriroq narx segmentidagi avtomobillarda doim qo'llanib kelinadigan yechim aynan shu bo'ladi. Endi avtomobil saloniga o'tamiz, chunki salon o'sha 26500 dollarlik mashina uchun haqiqatda yaxshi. Shumka yetishmaydi. Nafaqat boya aytganimdek arkalarda, eshiklarda ham shuma izolyatsiya bo'ladigan bo'lsa, men qarshilik ko'rsatmagan bo'lar edim. Rezinkalar plotniy, yaxshi, eshikdan shovqin kirish kam, lekin aynan eshik kartasi, baraban
nog'ora bo'lib ishlashi noto'g'ri deb hisoblayman. Shuning uchun ozgina shumoizolyatsiya qo'shib yuborish kerak. Qattiq plastik, yumshoq plastik, yumshoq sun'iy charm, qattiq plastik ko'ryapsizlar, qirilmasin laminatsiya qilib qo'yishdi. Bu mashina avtosalonni rahbariyatiniki 4000 kilometrdan oshiq yurgan. Shunda ham salon shaqillamayapti. Bunda Namanganga qatnashadi через перевал aniq bilaman. Shunda ham salon shaqillamayapti. Shunda ham podveska yaxshi tetik tutyapti o'zini. Audio tizim bo'yicha eshitib ko'rdinglar, yaxshi o'tib, balon qilib eshitsa ham hech qanaqa muammo yo'q. Benzabakni bu yerdan ochiladi, knopka yordamida. Yaxshi bu ham ekranni ko'lab o'tirish kerak emas. Bu yon ko'zgularni sozlash, bu yukxonani ochish. Hozirdan narsani ko'rsatmoqchiman, qaranglar, spinka yotqizilgan, syomka paytida. Mana qaranglar, o'zi ko'tarilyapti. Pamять сиденье bor ekan. Oxirgi marta qanaqa nastroykaga qo'yib qo'ysanglar, pamять сиденье o'sha joyiga kelib to'xtadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana tan berdim mana tozasidan. Aytib ketishimiz kerak bo'lgan narsalar. Bizda dvorniklar avtomat rejimda ishlaydi. Ya'ni uni har gal yoqib o'chirish shart emas. Avtoga qo'yib qo'yasizlar, o'zi yomg'ir yog'gan paytda avtomatim ishlaydi. Orqada stikloochistitelimiz bor. PRND, ya'ni uzatmalar qutisini yoki harakatlanish selektorini rul ostiga ko'chirilgan, ya'ni mer stil. Bilmayman, yana nima kerak baxt uchun. Hamma narsa bor bu mashinada. 26500 dollarga hamma narsa bor. Keng salon, komfort, qulaylik, tushunarli va qanaqadir mantiqan do'stona interfeys, ergonomika, bilgan hamma aqlli so'zlarimni ishlatdim. Xullas, avtomobil o'zini puliga 100 tal arziydi. Rulimiz multi-rul, ko'rayotganinglardek bu yerda multimediani boshqarish imkoniyati chap tarafda. Adaptiv cruise control, 360 gradusli kamera va funksional tugma o'ng qo'l ostida. Bu bilan monitor o'chirib yoqib qo'ysa bo'ladi. Bu bilan cruise control, bunda 360 gradusli kamerani bitta tugma bilan chaqirsanglar bo'ladi. Xo'p, endi e'tibor beradigan narsalarimiz, o'rindig'imiz sun'iy charmdan perforatsiya bilan. Haydovchi o'rindig'ida bizda obogrev bor, isitish, sovutish bor. Havo oqimi yordamida sovitiladi. Plus massaj bor. Bu mashinada bitta o'rindiqda massaj bor. U ham bo'lsa haydovchi o'rindig'ida. Haydovchi bu yerda birinchi o'rinda. Passajir oldida o'tiradigan yo'lovchida faqatgina isitish bor. Orqada hech narsa yo'q, hech vaqo yo'q. Bolalar hozirdan komfortga o'rganish kerak emas degan falsafa bilan yashaymiz. Torpedamiz qattiq materiallardan ishlangan. Mana bu strochka ham plastik, bu sizlarni aldamasin, bu yerda charm yo'q. Hop, katta monitorimiz bor, deflektorlarimiz bor. Ko'ryapsizlar, mana bu yerdan yoqib o'chiriladi, sozilanadi, har xil tarafga jismoniy tugmalarimiz bor. Iqlim nazorat qilish tizimi tugmalar yordamida, jismoniy tugmalar yordamida qilinganiga juda ham xursandman. Mana bu yopiladigan joyimiz bor. Bu yerdagi nishada bemalol telefon saqlasanglar bo'ladi, lekin simsiz quvvatlash yo'q. Shunisi katta minus. USB Type A port bor. Pastda Type C bor, Bekzod? Pastda Type C'miz bor, chunki mana men meta ochkimni quvvatlashga oddiy ikkala taraf Type C bo'lgan shnurda qo'yib qo'yganman. 60 watt, naq 60 watt. Mana bu telefon va kalit va boshqa va hokazo narsalarni solib qo'ysa bo'ladi. Ikkita podstakannikimiz bor. Barimiz cool box, ya'ni konditsioner yoqqanimizda mana bu yerdagi teshikdan ochib qo'yadigan bo'lsak, sovuq havo kelib turadi. Mana bu suvni shu yoqqa solib qo'ysak, sovib turadi. Suvdan 2-3 ta ketadi. Bu 0.33, 0.5 ham bemalol ketadi. 1 litrlik sig'maydi. Xo'p, rul bo'yicha tushunarli. Rulimiz sozlanadi, mexanik sozlashda, ya'ni teleskopik yo'nalishda ham tepaga pastga ham sozlashimiz mumkin. Ko'zguyimiz avtozatemnение emas, ruchnoy zatemnение, ya'ni qo'lda qilasiz. Ko'zoynak uchun alohida joy bor. Panorama tomimiz bor va panorama tomimizda lyukimiz bor. Lyukimiz ochiladi o'rtoqlar. Menimcha даже oxirigacha ham ochilsa kerak. Hozir tekshirib ko'ramiz. Men nimagadir oxirigacha ochiladi. Bo'ylayotgandim va ochildi. Причем oxirigacha ochildi. Gap bo'lishi mumkin emas. Sevdim seni 26500 dollarga yana bir marta. Hop, endi men o'rindiq oxirigacha orqaga surib olganman va oxirigacha pastga tushirib olganman. O'zim uchun qulay pozitsiyada o'tiribman. Bemalol endi ikkinchi qator testini boshlasak bo'ladi. Operator, joy almashamiz. Hozir detskiy rejimni o'chirib qo'yib, bolalarni o'tkazganimda detskiy rejimga qo'yib qo'ydim. Eshikni ochib yuborishmasin yo'lda deb katta tezlikda ketayotganda. Voy, bu bolalar maza qilib ketgan ekanda. Jumavoyi o'zi bag'ri ham keng ekan, o'rtoqlar qaranglar mana bir musht bemalol sig'yapti. O'zim orqamga o'zim o'tiradigan bo'lsam, ko'ryapsizlar, o'rtadagi stoykadan sideniya o'tib turibdi, spinkasi, ya'ni suyangich o'rtadagi ustundan o'tib turibdi. Sababi juda ham oddiy, men shu pozitsiyada bo'lmasa sig'mayman mashinaga. Shunda ham joy bemalol. Spinka yo'q, sozlanmaydi. Menimcha hozir sozlab ko'ramiz. Yo'q,
spinka faqat zamokda sozlamaydi, lekin posadkasi juda ham qulay, tikka bo'lib qolmagan, joylashib ketish mumkin. Bironta viloyatga 300-400 kilometrga ham bemalol men qo'rqmasdan bu mashinada ketgan bo'lardim. Chiroq knopkada, mikroliftli ruchka, qanaqa bo'lsa ham, arzon bo'lsa ham, podlokotnik bor, uning ichida podstakannik bor. Spinka sozlanmaganning hisobiga podlokotnik to'g'ri pozitsiyada qotirilgan. Mana bolamning o'yinchog'i qolib ketibdi. Ko'rdinglarmi? Oilaviy avtomobilga prям ideal. 3 tagacha bolangiz bo'ladigan bo'lsa, siz ayolingiz 3 tagacha bolangiz mana bu yerda ilmoqga kerak narsalarni osib qo'yib, mana bu yerda tepadagi veshelkaga kiyimni osib qo'yib, bemalol harakatlanishingiz mumkin. Yaxshi qopda kuydirmayotgan havoda panorama tomni ochib qo'ysangiz, maza qilib bolalaringiz ketishadi. Patologgacha mani bo'yim bilan 189 bilan deyarli bir mush joy bor. Orqada deflektorlar bor. Orqada quvvatlash uchun USB Type A bor. Telefon qo'yib qo'yadigan polka bor. Transmissionniy tonel deyarli bilinmaydi. Yo'q emas, u 2 sm mi, 3 sm deyarli bilinmaydi. Sideniyaning orqa qismi, o'rindiq orqa qismi yumshoq materiallar bilan ishlov berilgan. Mana bu yerda plastik bor, qirilishi mumkin. Dokumentlar solib qo'yadigan joyi ham juda ham bejirim, anaqa prosta cho'ntak emasda, mana bunaqa dokumentlarni solib bemalol narsalar solib qo'yishingiz, kichkina buyumlarni solib qo'yishingiz mumkin bo'ladigan atseklari bor. To'g'risini aytaman, orqasiga o'tirib ko'rmagandim. Hozir ikkinchi qator testini qilayotganimizda o'zim hayron qolyapman. $26,500 ga shuncha narsa ham beradimi? Green Energy qahqaryapsizlar. Elektromobil versiyasi menimcha bundan ham arzon bo'lsa kerak. Hozir uni narxini bitta chek qilib sizlarga aytaman. Kelinglar, hozir tekshirib o'ting. Qaranglar, chunki elektromobil versiyasi bor. Elektromobil versiyani men sizlarga hozir hatto narx-navosini ham aytaman. Maza qilinglar. Men bilan birga maza qilinglar. Yo'q, ikkalasi ham narxi $26,500 ekan, lekin elektromobil versiyasida quvvat ko'proq. Bizda 160 ot kuchi bo'lsa, 204 ot kuchi. Akkumulyator 64 kilovat, 520 kilometrga yetar ekan. Oldi privod, bizda ham, unda ham oldi privod. 180 km maksimal tezlik, bizda ham 180 km. Elektromobil olgan bo'lardim deydi, gibrid. Men gibridini olgan bo'lardim. По-любому gibridini olgan bo'lardim. Sababi juda ham oddiy, chunki 245 kilometrgacha masofa bosib o'ta olsa, meni kundalik ehtiyojlarimni bemalol kamida 1 kun, atak 2 kun, 3 kungacha tajriba ko'rsatgandek, amaliyot ko'rsatgandek qoplab beryapti elektromobil rejimida. Endi sizlar uchun deyarli 350 kilometr quvvatlashsiz, umuman quvvatlashsiz bo'm-bo'sh batareya bilan o'tkazganimda 603 litr, bu endi super ko'rsatkich, menimcha xarid qilishga arziydi. 6 litr bo'lsa ham benzin rasxod qilyapti-yu, keyin zaryadga qilib olay dedim. Qaranglar, 22 minutda 15 kilovat yig'di, 40 kilovat soat tezlikda zaryadga qilyapti. 4% dan 51% ga bizda 22 minut ketdi. Mashinaning o'zi to'liq 0 zaryaddan o'sha 100% gacha yana 51 minut kerak bo'ladi vaqt deyapti. Ya'ni bu aniq emas. O'ylaymanki yarim soat 40 minutlarda bemalol 90% gacha to'ldirib ketsak bo'ladi. 0-100 1 soat uzoq borsa. Chunki bu yerda 40 kilovat olyapti zaryadda, bizani batareyamiz unaqa katta emas-ku. Shunaqa ekan, menimcha bemalol elektromobil rejimida вообще tekinga deyarli haydasanglar bo'ladi. Eslatib o'taman, 1-may sanasidan boshlab mana bunaqa tok bor va boshqa tezkor quvvatlash stansiyalarida quvvatlash atigi kilovati 300 so'mdan bo'ladi. Bu prezident qarori. Yaqinda esingizda bo'lsa, yangi yildan keyin o'sha avtomobil sohasini, elektromobil sohasini rivojlantirish bo'yicha qarorda 300 so'mdan iste'molchi to'laydi, qolganini davlat o'sha elektrostansiyani egasiga subsidiya sifatida yopib beradigan bo'ldi. Mazza.